Qizaloqlarimiz uchun mana shunday bejirim bo'lgan ko'ylakni siz bilan biz to'liq bugun modellashtirishni o'rganamiz. Albatta men Mariams metodi bilan tayyorlangan bolalar asos andozasidan foydalanaman. Bu yerda ko'rib turganingizdek ko'ylagimiz alohida va ustidan xuddi shunday naketkasi bo'ladi. Naketkani tayyorlash sirlarini ham bugun sizga ochiq ko'rsataman. Naketkalarimizni ikki xil kenglikda tayyorlaymiz. Nega deyilganda, farzandlarimizni qomatiga qarab xohlasangiz yelka kengliklarini kichikroq yoki kengroq holatda tayyorlab bersangiz bo'ladi. Ko'ylakni pastki qismini, ya'ni bel sohasini xuddi shunaqa bichimda yoki bo'lmasa zborkali holatda ham tayyorlasangiz bo'ladi. Agar sizda bolalar asos andozasi bo'lsa, men ko'rsatayotgan xuddi shu modellirованиядан foydalanasiz va bir xilda fasonda xuddi shunday modellashtirib olsangiz bo'ladi. Agar sizda bolalar asos andozasi bo'lmasa, Mariams akademiyasi sizga bunda yordam beradi. Bizning alohida mini kurslarimiz bor. Aynan bolajonlarimiz uchun asos andozalar. Mana shu siz ko'rib turgan andozalar aynan bolajonlarimiz uchun tayyorlangan asos andoza hisoblanadi. Bu yerda bellari hali pretaливание qilinmagan, ya'ni bel chiqarilmagan. Kerak bo'lsagina biz modellashtirgan vaqtimizda bellarini ham chiqarib olsak bo'ladi. Ustidan xuddi shunday plyonkani qo'yib, birinchi bo'lib oldi asos bolajon andozasini tayyorlab oldim. Orqasini ham xuddi shunday plyonkaga ko'chirib olaman. Ko'rib turganingizdek, bizda asos andozalar orqa asos andoza ustiga oldi asos andozasi chiziladi. Bizning metodimizda juda ham andozalarni tayyorlash oson va bu andozalar qomatga qolibdek to'g'ri keladi. Xuddi shunday andozalarimizni qo'yib olganimizdan so'ng, birinchi bo'lib biz yelkalarini 1 sm dan pastga tushirib olamiz. Nega deyilganda, bu yerda yenglar qo'yilmaydi, ya'ni yengsiz holatda bo'lgani uchun ko'ylaklarimiz biz 1 sm dan yelkalardan tushirib olamiz va albatta oldi o'rtasi va orqa o'rtalarini xuddi shunday beldan yuqori va pastki qismlarini ham belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday qilib yelkalarni 1 sm dan olganimizdan so'ng endi biz oldi ochilishni ham to'g'ri tekis qilib chizib olishimiz kerak. Men yoylashtirib dumaloq shaklda chizyapman. Agar xohlasangiz siz kvadrat yoki burchak shaklda qilsangiz ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek bo'yin o'yindig'idan 1,5 sm jildirib, oldini 8, orqani bo'lsa 3 sm tushirib chizdim. Endi mana shu joyda sizga krылышко, ya'ni kichkina yengcha tayyorlab ulashni ham o'rgataman. Ko'rib turganingizdek proymalaridan 4 sm dan yuqoriga ko'tardim. Ustidan yangi qo'ygan plyonkamga proymani chiziqlarini ko'chirib oldim. Oldi va yelkalarini belgilab oldim. Yengni kengligini 7-8 sm qilib xuddi shunday yoylashtirib chizib oldim. Shu bilan mana shu yengimiz tayyor bo'ldi. Siz bu yengni agar ko'ylakka o'rnatib qo'ysangiz, ustidagi naketkasiz holatda kiyganda ham juda ham chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Agar ustidan naketkalar bilan kiyganda ham bu yenglari hech qanday xalal bermaydi. Demak, biz siz bilan oldi orqa ochilish va xuddi shunday yenglarni tayyorlab oldik. Mana ko'rib turganingizdek, men yenglarni sizga ko'rsatyapman. Pastda proymalar ochiq holatda qoladi, faqat yenglar yuqori qismidagina bo'ladi. Endi biz ustidan oldi orqaga plyonkani qo'yib, naketkalarni tayyorlab olishimiz kerak. Naketkalarimizni tayyorlash uchun oldi yelkasi, oldi o'rta chiziq, oldi ochilish hammasi bir xil holatda qoladi. Bel chiziqdan yuqoriga 6-7 sm da xuddi shunday chiziqlarni chizib olamiz. Endi yelkamizdan tushirib, uzunlikni bir-birlar bilan yoylashtirib, tutashtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Orqada ham xuddi shunday qilib, bo'yin o'yindiq orqa o'rta chiziqlarini chizdim. Bel chiziqdan yuqoriga 7-8 sm ko'tardim. Uzunlikni eslatib o'taman. Bundan uzunroq yoki kaltaroq qilsangiz ham bo'ladi. Men bu yerda proymani yonidan 7 sm dan kenglik qo'shdim va uzunliklarini 14 sm qilib tayyorladim. Xuddi shunday qilib naketkani oldi va orqasini tayyorlab oldim. Bu naketkamiz agar sizga yelkak tomonlari keng bo'lib turishini xohlamasangiz, qolipdek qomatida yopishib turishini xohlasangiz, xuddi shunaqa naketkadan foydalansangiz bo'ladi. So'ng agar sizni qizalog'ingiz nozikroq qomatda bo'lsa, xuddi shunday naketkalarni tayyorlaganingiz ma'qulroq. Endi men sizga naketkani yonini 3 sm dan xuddi shunday qilib kengaytirib tayyorlashni ham ko'rsatib beryapman. Bu naketka ham to'g'ri hisoblanadi. Bunday qilib tayyorlaganingizda naketkani yonlari kengroq bo'lib ko'rinishda bo'ladi. Agar farzandingiz to'lacharoq bo'lsa, albatta siz ikkinchi variantdagi naketkadan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek biz bitta andozadan ikki xil qilib naketkalarni tayyorladik. Yelkalari qomatlariga yopishib turadigan yoki bo'lmasa kengroq holatda turadigan ikki xil naketka. Endi biz yelka chiziqlarini xuddi shunday bir-birlariga tutashtirib olib, ustidan atlasjnoy yoqani, ya'ni yotgan yoqa formasini chizib olamiz. Yoqamning kengligini 6 sm qilib xuddi shunday yoylashtirib oldim. Yoqamizni orqa o'rtasini albatta belgilab olamiz. Bo'yin o'yindiqlarimiz bir xil bo'lgani uchun bu yoqamizni ikkala naketkamizga ham to'g'ri kelishini ko'rsatib beryapman. Siz andoza tayyorlaganingizda ham xuddi shunday qilib andozalarni tayyorlab olsangiz bo'ladi. Shu bilan biz naketkalarimizni tayyorlab oldik.
Oldi ko'rinishlarda hech qanday o'zgarish yo'q, faqat yelka chiziqlaridagina yengni kengaytirgan joyimizda nakidkalarimizda kenglikda farqi bor. Endi biz orqa va oldi andozalaridan foydalangan holatda modellashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda bellaridan pastki qismlarini keng holatda ulashimiz kerak. Bellar chiqarilmagan ko'ylakda albatta bellarini britaliya qilamiz. Oldi o'rtasi va orqa o'rtasidan 8 sm dan jildirib, xuddi shunday vertikal holatda vitichkalarni chizib olyapman. Yonidan ham 1,5 sm dan xuddi shunday bellarini kiritib oldim. Buni o'ta ham tor qilmaganingiz ma'qulroq. Ko'ylak nega deganda orqada belbog'i bor. Bolalarga o'ta tor liboslar kiyishga qulay bo'lmaydi. Shuning uchun iloji boricha kengroq holatda qoldirganingiz ma'qulroq. Mana shu beldagi vitichkalarini o'rtadagi 3 sm-likni xohlasangiz qo'yishingiz mumkin, xohlamasangiz busiz ham yonboshidan 2-3 sm ga yonidan salgina ko'proq kiritib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu hammani o'zini xohishiga bog'liq. Demak, men xuddi shunday bellarni ajratib olganimdan so'ng kerak bo'lsa bel vitichkalarini yuqorisida tikaman. Agar men tikadigan bo'lsam, pastki qismda yubkalarimni ham xuddi shunday vitichkalarni bir-birlariga kiritgan holatda so'ng yubkalarni tayyorlab bichishga to'g'ri keladi. Nega deganda, yuqorisida biz vitichka bilan bellarini toraytirganimiz uchun. Ikkala holatda ham ko'ylaklarimiz juda ham chiroyli holatda bo'ladi. Agar xohlasangiz oldi va orqa aynan yubkalarni o'rtasiga 10-15 sm kenglik qo'shib bitsangiz, zborqali qilib tayyorlasangiz ham bo'ladi. Ko'ylak uzunligi sizga qancha kerak bo'lsa, mana shu yubkalarni pastiga yon chiziqlari va o'rta chiziqlarni davom ettirib uzaytirib olsangiz bo'ladi va xuddi shunday ko'ylaklarni tayyor andozalarini tayyorlab olgan bo'lasiz. Demak, biz siz bilan mana shu ko'ylakni to'liq andozalarini noldan boshlab o'rgandik. Mana shu joyda sizlarga ham men bir topshiriq bermoqchiman. Siz ham aynan men ko'rsatgan modelирование bo'yicha andozalarni tayyorlab Telegram kanalimizga yuborsangiz, men albatta siz tayyorlab yuborgan andozalarni ko'rib chiqaman. Kimni andozasi to'g'ri bo'lsa, Maryams akademiyasi tomonidan qimmatbaho ikkita sizlar uchun yutuqlarni ajratdik. Albatta siz mana shu yutuqlarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Men eng ko'p so'ralgan 6-7 yosh uchun qizaloqlarga sxemalarni tayyorlab qo'yganman. Bu sxemalarni ertaga soat 17:00 da yopiq Telegram kanalga joylashtiraman va sizni andozangiz bilan solishtirib ko'ramiz. Kimni andozasi to'g'ri tayyorlangan bo'lsa, to'g'ri texnika bilan albatta biz ikkita yutuq egasini tanlab olamiz. Iloji boricha 6-7 yoshli qizaloqlarimiz uchun andozalarni tayyorlashga harakat qiling.